Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bugun ishimiz alhamdulillah tugatdik. Andijon viloyati Sharxon tumanida Xo'ldanbeyda. O'rtaga tandirimiz tushdi. Ikki tomoniga qozon tushdi. 70 talik, 22 talik. Buni biz ko'rib turganlarda mo'risi orqaga qarab ketadi. Mayda mo'rlar bo'lmaydi. Shammasi orqaga kirib ketadi. Suvlarimiz уже qaynashni boshladi. Xudo xolasa bu qatorni obzor qilib bersangiz. Maki gaz plitamiz bo'ldi, maki mo'ykamiz bo'ldi. Bu qator ko'rsatsa keyin sinab beraman inshaalloh. Bir qator sinab bersak, xudo xolasa tortishlarini 22 dan boshlaymiz. Yaqinroq kelsangiz mana tortishlar. Ko'ryaptimi? Shu yonishlarni olib qo'ysangiz, yonishlar o'rtaga qizarib yonadi, xudo xolasa. Katta 70 sinab beramiz. Ko'ryaptimi? Tortishlar turib o'sha tortib ketadi. Tutungan ichini yonishini olib qo'ysangiz. Xudo xolasa o'choqlarimiz 1 yil, 2 yil yo 3 yillik o'choq emas, xudo xolasa xizmat qiladi ancha yillar. Tandirimiz shu mo'ris o'zi bilan tutanmaydi. Shu tutunni yo'q olib chiqib ketadi, shu navesiga olib qo'ysangiz ham bu tutun bo'lmaydi. Shu akkuratni chiroyli holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Joyimiz 3 ga 3, shu joyga tushdi. Ikkita qozonu, bitta tandir, gaz plita, mo'ykamiz tushdi. Xudo xolasa xizmatdamiz O'zbekiston bo'ylab. Aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat. Nima o'zi oladi?